Bugun biz bir haqiqatni aniq anglashimiz kerak. Davlatning mustaqilligi bu shunchaki so'z emas, bu himoya, bu mas'uliyat, bu tayyorgarlik. Mamlakat mudofaa tizimi bu nafaqat harbiy kuch, balki strategiya, intizom va qonun ustuvorligiga tayangan murakkab mexanizmdir. U tinchlikni saqlash uchun mavjud. U tajovuzkorlik uchun emas, balki himoya uchun yaratilgan. O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari bu mamlakat suvereniteti va hududiy yaxlitligini himoya qiluvchi konstitutsiyaviy institutdir. Davlatimiz konstitutsiyasiga ko'ra, mamlakat mudofaasi davlatning asosiy vazifalaridan biridir. Bu tizim har qanday tahdidga qarshi doimo shay turadi. Harbiy xizmatchilar esa qonun asosida xizmat qiladi va faqat davlat hamda xalq manfaatini himoya qiladi. Mudofaa kuchi bu qurolning o'zi emas, bu tayyorgarlik, bu intizom, bu fidoyilik. Har bir askar biladi, uning orqasida millionlab insonlarning osoyishtaligi turibdi. Har bir zobit anglaydi, tinchlikni saqlash eng katta g'alaba. Bugungi geosiyosiy murakkab sharoitda har bir davlat o'z xavfsizligini mustahkamlashga majbur. Bu xalqaro huquq normalariga to'liq mos jarayon. Har bir mustaqil davlat o'z armiyasini rivojlantirish, zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlash va harbiy tayyorgarlikni oshirish huquqiga ega. Tinchlik bu zaiflik belgisi emas, tinchlik bu kuchning nazorat ostida turishidir. Mamlakat mudofaa tizimi doimo hushyor. U har qanday xavfga qarshi strategik reja bilan javob bera oladi. Harbiy tayyorgarlik muntazam olib boriladi. Harbiy texnika modernizatsiya qilinadi, kadrlar salohiyati oshiriladi. Lekin eng katta kuch bu birlik. Agar xalq va armiya bir bo'lsa, hech qanday tashqi bosim, hech qanday tahdid mustaqillikni so'ndira olmaydi. Mudofaa tizimi bu qo'rqitish emas, bu kafolat, bu tinch osmon kafolati. Va biz bilamiz, mamlakatimiz har qanday vaziyatda o'z suverenitetini himoya qilishga qodir. Har qanday kuchga qarshi qonuniy, strategik va qat'iy javob bera oladigan salohiyat mavjud. Chunki mustaqillik bu meros emas, uni asrash bu sharaf. Tinchlikni qadrlaylik, kuchni hurmat qilaylik, vatan himoyasini muqaddas burch deb bilaylik.